Oho, bu tovuq qachon pishadi? Qachon meni qornimga tushadi? Bu senga qizim. Qizim, bu senga. Пожалуйста. Assalomu alaykum hurmatli YouTubedoshlar. Mening kanalimga va bizning yangi videomizga xush kelibsizlar. Bu so'zlarni ishlatmaganimga ham ancha bo'ldi. Uzoq tanaffusdan so'ng biz yana o'zimizning ijodlarimizni boshladik. Uzoq tanaffus sababi mana bizni komandamiz tayyor bo'lishini kutdik. Juda ham ko'p yordamchilarimiz yonimizda. Xudo xolasa bolajonlar bilan ajoyib taom tayyorlaymiz. Bugun tayyorlaydigan taomimiz jo'ja go'shtidan bo'ladi. Jo'ja go'shtini duxovkada juda ham bir ajoyib xushbo'y sabzavotlar bilan mana kartoshka, sabzilar ham hammasi yangi poliz mahsulotlardan Xudo xolasa tayyorlaymiz. Nima deysiz qizim? Eng avvalo ishimizni sabzavotlarni maydalashdan boshlaymiz. Bu senga qizim. Qizim, bu senga. Пожалуйста. Вот так. Поехали. А какая-то помещика? Sabzavotlar uchun endi tuz va ziravorlarni berib, ozgina o'simlik yog'idan qo'shib aralashtirib olamiz. Окей. Bismillahirrohmanirrohim. Ziravorlarimizni yaxshilab aralashtiramiz. Bir chetga olib qo'yamiz. Endi jo'jamizni tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga boya aytib o'tganimdek ozginagina sariq yog' va ziravorlar kerak bo'ladi. Shirin paprika, tuz, qora murch. Mana sariq yog'ga solib ozgina. Yana qo'limizda tayyor bo'lgan mana sariq yog'li massamizni yaxshilab tovuqimizni ustiga va ichki qismlariga chiqaramiz. Juda ham xushbo'y, buni duxovkada pishirganingizda juda ham mazali bo'lib chiqadi. Мясо? Мясо будешь, кузов? Да, хочу. Хорошо. Jo'jalarni yaxshilab massaj qilsak, mazali bo'ladi. Chipsi. Chip. Chip. Da. Chip. Endigi navbat taomning eng asosiy qismi, ya'ni duxovkamizning listiga tovuqimizni va sabzavotlarimizni joylab olamiz. Va hamma atrofiga mana sabzavotlarimizni yoyib chiqamiz. Juda ham mazali bo'lib, Xudo xolasa. А то что другое? Gaz duxovkasiga 35-40 daqiqaga joylaymiz va intizorlik bilan nima qilamiz? Yeymiz. Kutamiz, keyin yeymiz.
Bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Oho, bu tovuq qachon pishadi? Qachon meni qornimga tushadi? Mana azizlar, bizni sabzavotli tovuq go'shtimiz juda ham chiroyli bo'lib pishdi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana azizlar, bugungi taomimiz ham tayyor bo'ldi. Juda ham foydali, yangi chiqqan sabzavotlardan. Siz ham bemalol tayyorlab ko'rishingiz mumkin. Al. Al. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda uchrashguncha. Пока-пока. Пока. 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 До свидания. Считаем. Давай, кот. Keyingi videoda uchrashguncha. Да, папа, а нужен